Diqqat yurtdoshlarimiz uchun tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 28, 29 va 30 iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Toshkent shahrida havo asosan quyoshli bo'ladi. 28 iyun kuni issiq, 29 iyundan boshlab harorat biroz pasayadi. Harorat kechasi 21-24 daraja, kunduzi 30-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo quruq va quyoshli bo'ladi. Ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuzatiladi. Chang to'zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'lishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo juda issiq bo'ladi. Harorat kechasi 23-27 daraja, kunduzi 39-43 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo ochiq va quruq bo'ladi. 30-iyunda harorat biroz pasayadi. Harorat kechasi 20-24 daraja, kunduzi 33-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo juda issiq va quruq bo'ladi. Harorat kechasi 24-28 daraja, kunduzi 40-44 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo quyoshli, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Umuman olganda 28, 29 va 30 iyun kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida havo issiq va quruq bo'ladi. Ayniqsa janubiy va cho'l hududlarda harorat 40 darajagacha yuqori ko'tarilishi mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.